Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoni ikkinchi qismini o'tkazib yubormaslik uchun like va podpisatsiya bosib qo'yishingizni so'raymiz. Hoş, qalaysan, yaxshimisan, sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Ha, yaxshi. Yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Bundoq choyxonaga bormaymizmi oshna? Shu desang, sharoitim sal og'ir. O'shanga pul kerak bo'lib qoldi ozgina. Har doim sharoiting og'ir do'stim. Nimaga bundoq do'stlar davrasiga har doim qo'shilmaysan ham? Do'stim, shu meni boshimga tushgan og'ir kunlar hech kimni boshiga tushmasin. Do'stim, sen ham har doim shu og'irni bahona qilasan do'stim. Do'stim, bo'ldi, ko'rishamiz. Har kuni bahona. Kimdan so'rasam ekan pul? Sho'xatdan so'rasam, sharoitim og'ir deydi. Mehmondan so'rasam, u ham pulini yo'qlaydi. Endi kimga telefon qilsam ekan? Shahbozga telefon qilsam, uni ham puli sal og'irroq qiladi. Alo do'stim, yaxshimisan, tuzingsan? O'rtoq, pul kerak bo'lib qoldi. Oldingda puling bormi? Puling yo'qmi? Ha, bo'pti, bironta o'rtog'imdan so'rab ko'raman. Kim telefon qilgan ekan-a? Ha, do'stim. Qalaysan, yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, senga pul kerakmidi? Qancha? Bo'ldi, $10,000 emas, $20,000 beraman do'stim. Sen aniq uyingda bo'lasan-a, hozir uyingga borib pulingni beraman do'stim. Bo'ldi, gap yo'q. Ger uzilsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zamoning, alhamdini unutgan oling, qabristonga bir bor borib ko'r. Do'stim, yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi do'stim? Buncha kamdamosan? Do'stim, o'tirchi, bir gaplashamiz. Ha, do'stim, telefon qilgan ekansan, vaziyatim og'irroq deb. Nima gaplar? Shu akam kasal bo'lib qoldi. O'shanga $3,000 kerak bo'lib qolgan ekan. Ha, do'stim, o'sha pullar menda yo'q-da do'stim, endi nima deymiz endi? Do'stim, har doim akam desam, bunda o'zingni ham o'ylagin-da do'stim, har doim meni yonimda pul deb so'rab kelasan. Har doim akamga desam, bunda o'zingni ham o'ylagin-da do'stim. O'rtoq, shu meni kunlar, boshimga tushgan kunlar hech kimni boshiga tushmasin. Meni dardimni faqat o'zim bilaman, boshqa hech kim bilmaydi. Bo'pti do'stim, unga mana bitta duo berib ketay. Tinchlik xotirjamlik bersin, ishlarimizni rivojini bersin. Amin, Allohu akbar. Bo'pti do'stim. Bo'pti do'stim. Xafa bo'lmaysan endi. Biz ham boshimizga tushmaydi bunaqa. Ger uzilsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zamoning, alhamdini
davomi yaqinda chiqadi.